Davlatobod tumanidagi 95-umumta'lim maktabida maktabgacha va maktab ta'limi vaziri E'zoza Karimova ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Unda vazirlik mas'ullari, viloyatdagi ta'lim muassasalari rahbarlari, pedagoglar hamda tadbirkorlar ishtirok etdi. Bugungi kunda ta'lim tizimida qator tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu borada o'tkazilayotgan sayyor qabullarning samarasi joylarda ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Bugun Davlatobod tumani 95-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida maktabgacha va maktab ta'lim vaziri E'zozaxon Karimova ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Ushbu sayyor qabulda viloyatimizdagi barcha soha xodimlari ishtirok etib, o'zlarini qiynayotgan taklif, muammo va murojaatlarni vazirga yo'lladilar va yo'llangan murojaatlar ijobiy hal etildi. Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri ishtirokida bo'lib o'tgan sayyor qabul davomida soha xodimlari va fuqarolar tomonidan maktabgacha va maktab ta'limi tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim sifati va infratuzilmasini yaxshilash, pedagoglarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda sohada xususiy sektor ishtirokini kengaytirishga qaratilgan qator murojaatlar tinglandi. Jumladan ta'lim muassasalari uchun qo'shimcha o'quv binolari qurish, mavjud binolarni rekonstruksiya qilish va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash, nodavlat hamda oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etish va ularning sifatli faoliyatini yo'lga qo'yish masalalari ko'tarildi. Muhtaram Prezidentimizning topshiriqlariga asosan muhtaram vazirimiz aholi bilan va tizimda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar bilan muloqotni keng yo'lga qo'yish maqsadida hududlarda aholi bilan uchrashuvlar tashkil qilinyapti. Biz Farg'onada, Surxondaryoda, Qashqadaryoda, Buxoroda bunaqa uchrashuvlar tashkil qilindi. Mana bugun Namanganda ham bo'lib o'tdi. Tizimda faoliyat yuritayotgan pedagoglar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etgan tadbirkorlar o'zlarini qiynayotgan masalalar, ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha o'zlarining takliflarini bildirib o'tdilar. Joyida ijobiy hal etildi. Shuningdek, ular tomonidan bildirilgan takliflar o'rganib chiqilib, kelgusidagi hamkorlik bo'yicha yana birgalikda ishlash bo'yicha kelishib olindi. Ochiq muloqotlardan ko'zlangan maqsad hududlarda aholi bilan shu ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha takliflarni olish, hududlarda qamrovni oshirish, davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini kengaytirish va bu orqali ta'lim tizimiga zamonaviy yondashuvlarni olib kirishga yordam beradi. Shuningdek, pedagoglarning mehnat munosabatlari, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, mehnat qonunchiligi bilan bog'liq masalalar ham muhokama qilindi. Fuqarolar tomonidan bildirilgan har bir murojaat mas'ullar ishtirokida atroflicha ko'rib chiqilib, amaldagi qonunchilik va mavjud imkoniyatlar asosida tushuntirildi. Ochiq va samimiy muloqotlar davomida murojaatlarning asosiy qismi joyida ijobiy hal qilindi. Ushbu qabulda murojaatchilar hamda sohaga oid xodimlar ishtirok etishdi. Ta'lim vazirimiz har bir fuqaroni murojaatlarini tinglashdi hamda atroflicha o'rganib, muammolariga yechim topishga harakat qildilar. Jumladan men ham o'zimga tegishli bo'lgan muammoyi murojaatim bilan ular bilan suhbatlashdim hamda ko'ngildagidek ulardan javob oldim. Bunday sayyor qabullar aholi bilan ochiq va samarali muloqotni ta'minlash, ta'lim tizimidagi muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganish hamda ularni tezkor bartaraf etishga xizmat qilmoqda. Shu kuni fuqarolar tomonidan bildirilgan har bir murojaat nazoratga olinib, ularning ijrosi yuzasidan tegishli tartibda monitoring olib borilishi belgilandi.